Qadrdonlar, assalomu alaykum. Sizlarga bunaqa lokatsiyadan, bunaqa narxda hech kim uy topib bera olmaydi. Qaranglar, Radgodamiz. Orqamda turgan mana shu uyimizning 4-qavatidan 4 xonali juda ham arzon narxda uy topganmiz. Bu tomonda qaranglar, Sanoat qurilishi banki, bu tomonda Oqtepa lavash, Karsinkalar, Radgoning qoq markazi bo'ladi. Yonimizda Kamila kafe bo'ladi. Kafening yonida qilsanglar ham bo'ladi, xohlasanglar Belissimo tomondan ham qilsanglar bo'ladi. Endi qaranglar, mana bu o'zini kattagina avtoparkovkasi ham bor. Mashina qo'yishda muammolar bo'lmaydi. Uyimiz juda ham chiroyli. Hozir ichkariga kirib sizlarga batafsil hammasini ko'rsatamiz. Qo'limda mana shu uy kadastri bo'ladi. Qaranglar, barcha hujjatlar joy-joyida ekan. Mana bu koridorni ko'rishingiz mumkin. Kattagina koridor. Asosiy eshik mana bu bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonlama eshik yopilar ekan. Hamda mana bu koridorda xonalarga alohida kirib ketsanglar bo'ladi. Bu tomonda bitta xonamiz bo'ladi. Bolalar uchun mo'ljallangan desa ham bo'ladi. Yana bitta xonamiz bolalar uchun mo'ljallanib qilingan. Hamda mana bu yerda kladovka bor. Keyingi xonalarimiz mehmonxona bo'ladi, hamda mehmonxona orqali yotoqxonaga o'tib ketsanglar bo'ladi. Uyimiz umumiy maydoni 76 kvadrat metr bo'ladi, hamda 4 xonadan iborat bo'ladi. Bu uyimiz proyektida ikki tomonlama balkonlar bo'ladi, hojatxona hamda yuvinish xonalari alohida joylashgan bo'ladi. Marhamat, oshxonamizni ham ko'rishingiz mumkin, holatlari yaxshi holatda va oshxona orqali balkonga o'tasizlar. Balkonni ham kattagina tapchan qilib qo'yishgan. Bu yerda ham bitta xona sifatida ishlatib olsanglar bo'ladi. Uyni o'zingizlar ko'rdinglar, juda ham chiroyli bo'lgan uyimiz. Mana shu 4 xonali ikkita balkonga ega uyimizga egalari tomonidan 43 ming dollar so'rashmoqda. Qaranglar, juda ham arzon narxda sotilmoqda jigarlar. Mana shu rayonlarda bunaqa narxda 4 xonali uy aniq topa olmaysizlar. Juda ham chiroyli variant bo'ldi. Yana eng plyus tomoni bank orqali bosib yuborsanglar ham bo'ladi. Past egalarining telefon raqamlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib, uy top Olmaliq nomidan bog'lansanglar, sizlarga yaxshigina kelishtirib berishadi.